Ushbu premium segmentda ta'mirlangan kvartiramizni ko'pchilik sotilib bo'lgan deb o'ylashibdi, lekin hali bu kvartiramizni sotmadik. Sababi o'zimizdan bir qaror kelishimiz juda ham qiyin bo'ldi. Bilasiz, bunga qanchalik mehnat ketganini. Lekin juda ham qulay narxda faqatgina mana obunachilarimga ushbu kvartirani savdoga chiqaramiz hozir. Videoning oxirida albatta narxini aytaman. Birinchi 31 kvadrat metrli ushbu kvartiramizni birma-bir sizga tushuntirib bersam. Demak, kvartiramiz Afsona City'da shundoqqina oynalari solga qaragan tomonda, bog'ga qaragan qismida joylashgan bo'lib, 7-dom 3-qavatda hisoblanadi. Umuman liftdan muammo yo'q. Kvartiramiz avtorskiy remontda bo'ladi. O'zi chizmasini o'zi ham $1000 dan oshiqqa tushgan. Eshikdan kirishimizda birinchi bizda alohida 3 qavatli shumkali eshigimiz va domofonimiz kutib oladi. Domofonimiz dunyoni istalgan burchagidan boshqarishingiz mumkin. Eshikdan kirganimizda esa mana bu tomondagi podsetkalarga e'tibor berasiz. Inson yurganda o'zi yonadi, yurmagan payt o'chadi. O'ng tomonimizda esa prixoshka mebellarni chiroyli qilib joylab ketilgan skriti shkaflardan foydalanilgan barcha kiyimlarni mana shu 4 ta shkafga sig'dirib olsangiz bo'laveradi. Elektrika montajiga gap bo'lishi mumkin emas. Bitta tugmani bossangiz hamma narsani o'chiradi. Kotel, ariston, kerakli narsalardan boshqa. Qachonki svetni o'chirdimmikin, gazni o'chirdimmikin, dazmolni o'chirdimmikin deb o'ylab o'tirmaysiz. Skriti eshigidan foydalanganmiz sanozulimizga. Sanozulimiz eng navorot chimli sanozul bo'lgan, sababi suv toshqiniga qarshi moslamadan tortib, suv yoqqaningizda sizni kuydirmaydigan, qilib tushiradigan moslamagacha hammasini o'rnatilgan. Barchasi avtorskiy remont, ba'zi bir kafelar hattoki Namanganda bo'lmagani uchun Toshkentdan keltirilgan. Eshikdan kirganimizda prixoshkamiz alohida oynali qismi ham bor va studiya formatidagi mana shunaqangi bir xona uyimizga kirib borasiz. Kvartiramiz kulinariya yo'nalishida blog qilmoqchi bo'lganlarga, ya'ni blogerlikni boshlamoqchi bo'lganlarga, ofis qilmoqchi bo'lganlarga va yosh oilalarga, kamiga ijaraga berib daromad qilmoqchi bo'lganlarga juda ham zo'r mos tushadi. Sababi ijaraga bersangiz ham yaxshigina daromad keltiradi. Demak, oshxona mebelimizni ko'rib turibsiz. Chiroyli oshxona mebelini yasatirib qo'yilgan, kamiga Hoffman banshey texnikalarning hammasidan foydalanganmiz. Bu yerda skriti o'zini alohida xolodilniklari ham bor. Mana bu qismimizga ariston, undan tashqari kachollarimizni ham o'rnatib ketganmiz. Kacholimiz ham dunyoni istalgan burchagidan boshqarsa bo'ladigan yaxshi kachollar o'rnatilgan. Kommunal tarmoqlardan gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi bor. Uyimiz to'liq to'pli pol qilingan, qo'shimcha radiator ham o'rnatilgan. Mana bu qismimizda ovqatlanib o'tirish hamda suhbatlashish uchun mo'ljallangan zona. Dekoratsiyalarga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Grey brendiga tegishli alohida konditsioner ham o'rnatib ketishgan. Agar sizga ikki xona sifatida foydalanaman desangiz, alohida panorama eshiklar o'rnatib ketganmiz. Buni shundoqqina qoraytirib beriladi va mana bu tomonimiz umuman ko'rinib qolmaydi. Ya'ni mehmonlar kelsa bu yerda kuzatib, ichkarida o'zingiz bemalol ofis sifatida ham foydalansangiz bo'laveradi. Kvartiramizda ovqat hidini chiqib ketishini oldini olish uchun alohida muhit sistemadan foydalanganmiz. Umuman xonalarning hidi bir-biriga o'tirmaydi. Keyingi qismimiz esa asosiy xonamiz. Bu yerdagi mebelimiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan, yonlari ham shkaf ko'rinishida bo'ladi. Kiyimlaringizni bemalol ilishingiz mumkin. Kamiga buni bitta oson harakat yordamida divan qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Materiallar ham eng so'nggi rusumda. Mana shu mebelimiz o'zi $3,500 dan qimmatroq hisoblanadi. Endi keyingi qismimiz TV zonamiz. Kattakon televizorlar o'rnatilgan Shivaki brendiga tegishli chiroyli dekoratsiya bilan birgalikda TV zonasi ham ishlab chiqilgan. TV zonamizga ham alohida e'tibor berilgan. Mana bu tomonimizda esa radiator qo'yilgan. O'zi to'liq to'pli pol qilingan bo'lsa ham, mabodo tashqaridan sovuq kirmasligi uchun radiator o'rnatganmiz. Kamiga oynasi ham shunday parkka hamda soyga qaragan. Bolalar maydonchasi hamda stoyankadan umuman muammo bo'lmagan ushbu domdagi kvartiramiz notariusga tayyor holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, juda ham qulay. Hozirgi kunda sotuvni shunaqa uy olib turib, xuddi shu remont qilaman desangiz, ancha 5-10 ming undan balandga tushasiz, lekin biz $38,900 ga berib yuboramiz. Pastda raqamlarni qoldirganmiz, aloqaga chiqib ushbu kvartirani sotib olishingiz mumkin.